Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Sog' salomat yuribsizlarmi? Bugun sizlar bilan kitobimizni davom ettiramiz. Imom Hasan, Imom Husayn. Kitobimizni 66-betiga keldik. Taqvo. Sahobalarning ulug'laridan Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Ali radhiyallohu anhuga shu xitob qilganini eshitganlar. Yo Ali, Alloh qullarini bezantirmagan bir ziynat bilan seni nurlantirdi. Bu ziynat Alloh uchun eng ko'p maqbul bo'lgan oshkora taqvodir. Bu taqvo senda bor ekan, na sen dunyodan biror narsaga erisha olasan, na dunyo sendan. Shunday qilib, Hazrati Hasan va Hazrati Husayn radhiyallohu anhu mana shunday ulug' zotning avlodi bo'lib, shunday buloqdan dunyoga kelganlar. Har qatrasida ming ummon chayqalgan, har tomchisida ming koinot suzgan Kavsar havzining sohibi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men hikmat uyiman, Ali uning eshigi, deya marhamat qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jannati deya bashorat qilgan saodatmandlardan, Rasulullohning kuyovi, 4 ustun xalifaning oxirgisi Hazrati Ali radhiyallohu anhu ana shunday buyuk zot edilar. Hech kimsada topilmas fazilat sohibi Ali radhiyallohu anhu butun umrini abadiyat nabiysidan nur olib, Alloh yo'lida yashab o'tdilar. Jo'martlik sultoni. Ali radhiyallohu anhu qo'lida nimaiki bo'lsa, hammasini Alloh yo'lida sarflardi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u zotga Sultonul Jo'mart nomini bergandilar. Bir kuni Hazrati Ali radhiyallohu anhu olam ayollarining sardori, mulohazakorlik va nazokat timsoli Fatimai onaga: "Yo Fatima, uyimizda yeydigan biror narsa bormi?" dedilar. "Yo'q Ali, faqat 6 aqchamiz qolgan. Bozorga chiqib shu pulga bolalarimiz uchun biror narsa olib kelsangiz bo'lardi", dedilar. "Xo'p, biror narsa olib kelaman." Hazrati Fatima radhiyallohu anha 6 aqchani janobi Alining qo'liga berdilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu yuzida ilohiy nurning uchqunlari yulduzdayin porlab uydan chiqdi. Bir necha qadam yo'l yurgach, 2 odamning yoqavayron bo'lib janjal qilayotganlarining ustidan chiqib qoldi. Birov boshqasining yoqasidan tutib baqirardi: "Haqqimni ber! Insof qilsang nima bo'ladi? Alloh uchun yoqamni qo'yib yubor. Menga 3-4 kun muddat ber. Qarzimni albatta qaytaraman." "Yo'q, aslo muddat bermayman. Men ham muammolar ichida qolib ketdim. Alloh yaxshilik qilganlarni sevadi. Bilaman, ammo o'zim ham himmatga muhtoj bir odamman. Shunday bo'lsa ham sen yana bir bor imkon ber, yana biroz sabr qil. Qanday gapga tushunmaydigan odamsan? Muammolar ichida qolib ketdim deyapman. Sen menga lutf ko'rsat, Alloh esa seni boshqa joydan rizqlantiradi. Men haqqimni talab qilyapman, sen esa menga nasihat o'qiyapsan. Bu ishni hozirning o'zida hal qilishimiz kerak. Unday bo'lsa, mana jonimni ol." Shu payt Hazrati Ali radhiyallohu anhu ularning yoniga kelib so'radi: "Ey Allohning qullari, nima sababdan janjal qilyapsizlar?" Haq sohibi shu zahoti o'shqirdi: "Qarzini bermayapti." "Qancha qarzi bor?" 6 aqcha. "O'sha 6 aqchani men bersam, sen bu musulmonni o'z holiga qo'yasanmi?" "Haqqimni olganimdan keyin nega o'z holiga qo'ymas ekanman?" "Unday bo'lsa ol, mana 6 aqcha. Bag'oyat minnatdorman." Ali radhiyallohu anhu qo'lidagi 6 aqchani faqat qorinlarini to'ydirishga va zaruriy ehtiyojlarini qondirishga yetadigan 6 aqchani o'sha odamga berib yubordi va 2 musulmonni muammodan xalos qildi. Janjallashayotgan kishilarning yuzlariga tabassum yugurib, bir-biridan uzoqlashdilar. Ali radhiyallohu anhu ham ko'ngli xush holda uyiga qaytdi. Jajjigina Hasan bilan Husayn yugurib kelib quchog'iga otildilar.